Toshkent shahrida eng katta muammolardan biri bu tirbandlik. Tirbandlikni keltirib chiqarayotgan eng asosiy sabablardan biri esa aholi uchun jamoat transporti qulay emas. Shuning uchun ular o'z mashinalarida ishga yoki o'qishga qatnashadi. Nega insonlar avtobusda yurmaydi? Chunki unda odam ko'p. Uzoq vaqt kutib o'tirasiz. O'tirib ketishning esa iloji yo'q. Bu muammolarni oldini olish uchun birgina narsani, ya'ni avtobuslar oralig'idagi kutish vaqtini 5-7 daqiqaga tushirsak bo'ldi. Xo'sh, bunga qanday erishamiz? Hozir avtobuslarni o'rtacha 10 yoki 21 daqiqa kutasiz. Tig'iz paytlarda, ayniqsa ertalab, tushlik va ishdan qaytish vaqtlarida bundan-da ko'proq kutish kerak bo'ladi. Natijada bekatlarda odamlar to'planadi, avtobuslar to'lib ketadi, yo'llarda esa mashinalar soni ortadi. Buning yechimi sifatida smenali qatnovlarni joriy etish maqsadga muvofiqdir. Masalan, avtobus o'rtacha 20 km qatnov masofasini 60 daqiqada bosib o'tadi. Agar avtobuslar har 5 daqiqada kelsa, uni kutib qoluvchilar avtobusdagi tiqilinchliklarni oldini olish mumkin. Bu uchun bitta yo'nalishga 12 ta, qarshi yo'nalish uchun yana 12 ta avtobus kerak bo'ladi. Ularni 3 smenaga bo'lib ishlatish mumkin bo'ladi. Birinchi smena 6:00 dan 14:00 gacha, ikkinchi smena 7:00 dan 19:00 gacha, uchinchi smena esa 14:00 dan 22:00 gacha harakat qiladi. Aynan ikkinchi smena yo'lovchilar tig'iz vaqtda harakatlanadi. Bu tig'iz paytlarda avtobuslar qatnovini ko'paytiradi, haydovchilarning charchamasligini ta'minlaydi va qatnovni uzluksiz qiladi. Natijada avtobuslar tez-tez qatnaydi, odamlar bekatlarda uzoq kutib turmaydi, yo'llardagi mashinalar esa kamayadi. Shahar tirbandligi yengillashadi. Shu orqali jamoat transportidan foydalanish qulay va ishonchli bo'ladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu loyiha amalda joriy etilsa foydali bo'ladimi? Siz avtobusni eng ko'p qancha vaqt kutgansiz? Izohlarda yozib keting.